Akalar, ukalar, bu nima ekan deb o'ylashingiz mumkin. Piyoz, qizil lavlagi, sabzi, bolg'arskiy murch, xullas sabzavotlar hammasi. Aka, ukalar, deyishli narsa yo'q. Meh. Tabiat qo'ynida beramizmi? Al. Xo'roz jo'jalarimizni dinni qildik, xudo xolasa. Endi bu xo'roz jo'jalarni dinni qilishimizdan sabab bu juda ham bir ayniqsa dekan jo'jalar bular e'tibor talab bo'ladi. Shuning uchun bularni mekanlaridan ajratib, mana shu 2 oylik, 3 oylik davrada o'zlarini vizitini e'tibor kerakda. Xullas, hamma narsa. Endi hammasiga ham e'tiborli bo'lish kerak. Endi baribir shu jo'ja xo'rozlarni отдельный qilib boqqan ma'qul. Endi men avval ham aytganman, hozir ham aytaman. Men o'zimni tajribamni aytaman-da. Mekan jo'jalar bilan birga boqqanda mekan jo'jalar tetik chaqqan bo'ladi-da. Naborot bularga don bermay qoladi, donini ololmay qoladi. Ana shuning uchun bu xo'roz jo'jalar sal nimjonroq bo'ladi. Shuning uchun отдельный qo'yib boqqan yaxshi. Hamma moddasini yetarli qilib. Endi savol tug'ilishi mumkin, bu yeb turgan narsasi nima? Yaqindan ko'rsatishga harakat qilaman. Bu orasida qizil lavlagi, sabzi, shalg'om, qizil shalg'om, xullas piyozlarni yeb bo'pti. Xullas restoranskiy salat deydimi? Ana shu vitamin kompleksda. Yana plus vitamin mana bedani ustida yuribdi. Plus kurt kumuska yedi. Nariga 2 sene to'ydi уже, bular to'yib ketdi. Xullas kalamda. Endi bu bir mezgil beradigan ozuqamiz. Masalan, bu yerda hozir qizil shalg'om, sabzi, piyoz, bolg'arskiy murch, xullas sabzi, xullasda shularni berdik. Bir mahal aralashdan beriladi, yaylovda yuradi. Xullas. Ozgina tuxum bersangiz ham bo'ladi, imkoniyatingiz bo'lsa. Bir mahal bedani qamoqda bo'lsa, shu bir qarich chiqqandan keyin chopib bergan ma'qul. Nimaga? Sababi ko'p barandangiz bo'lsa, bedaga qo'yib qo'ysangiz, bedangiz уже payxon qilib tashlaydi. Hafta 10 kunda üstüne axlat qilib tashlaydi, keyin yaxshi bo'lmaydi-da. Qamoqlarda qo'yib ozgina har kuni shu chopib bersangiz, bu juda ham samarali va foydali bo'ladi. Aka-ukalar, bugungi ko'rsatmoqchi bo'lgan narsalarimiz shulardan iborat. Bular ham ozgina to'yinishdi. Sog' salomat bo'lamiz. Yanagi videolarda diydor qadar uchrashguncha Allohga omonat sizlar.